Damas labomiz sotilyapti. Ustaga gap yo'q ama mehr bilan qilibdi. Chiroyli yo'sa, ko'ryapsizlar, tiniq holatda. Dishlari ham yangi, hali yuk toshilgan yo'q. Xo'p, barlari bor, chexollar, tomlarigacha qilingan. Probegimiz 550 ming yurgan adashmasam. 550 ga probeg. 550 mi 650 mi? Xo'p, qo'liklar bor. Bu ana cho'chqadan qilinmaganda 2006-yil ikkitami detalda kraskasi bor, prostoy damas bo'lgan. Prostoy damas. Prostoy damasdan qilingan. Kraskasi bo'lmagan. Ular ham cho'tki keyin bu o'zi ko'pchilik labo binadiganlar aytadi-da, bu labo qilinganni ham minasanmi, bu matn kesib bir bola qilinadi. O'zimizni tushungan odamga o'zimiz labolarda mustahkam. Nimaga uni deyapsansiz? Siz so'kini olishdan chiqdim, uni o'zining ramasini ichidan aka, majindali 2 santimetrlik qalinlik deb profil oxirigacha tashlanadi mana bu qarang. Oxirigacha tashladi, oxiriga mashinacha ulanadi. O'zi standart. Bu hozir o'zi zavodskiy labolari standartiga keltirilib, hamma joyga keltirilgan. Aytmoqchi bo'lgan gapim ma'nosi shunday iborat. Tashkil bir xilda, to'g'rimi? Zavodskiy labolardan kuchliroq. Zavodskiy labodan kuchliroq. Ha, zavodskiy labodan kuchliroq. Chunki o'zimiz zavodda qo'yilmagan narsalar qo'yilgan. Keyin bo'lib ham yangi qilinib turgan labolarda maytini profildan anaqadan yasab qo'yishyapti. Bu o'ziniki qo'yilgan. Teknologik laboniki qo'yilgan. Zo'r gap yo'q. Motorida, korobkasida, mostida ishlar. Rasxodi yo'q, tayyor holatda. Faqat minish kerak tamom. Qayerda mashinasi? Bu nimani mashinasi? Yazyavonni mashinasi, generalniy bo'ladi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Ana kirdit, pirdit, balobatlar nimalari yo'q hozir. Toza holatda. Toza. Qancha so'rayapsiz? Buni 5000 dan ozgina tushib beramiz. 5000 kam bor. Qancha qilishdi bermadingiz aka? 43, 44 kunda. Qo'shilsa, xudo olsa kelishiladi. Ha, qo'shilsa naqdli kelishamiz. Endi variantga yana bitta nimamiz bor. 2000 dollarmi, 3000 dollarmi? Puli borgan. Puli borgan. Misol 3 oy, 4 oyga kelishgan holatda ajdaniya qilib beraveramiz. Ishonchli bo'lsa, shu Farg'ona hududida. Barter bormi aka? Barter endi qanaqa mashinalarga? Devo mashinalarga kelishilgan holda barter ham qilinadi. Nomeringizni aytasiz aka? 90lik 561 81 91 aytavering. 91lik 206 85 03 aloqa qilib qolamiz do'stlar, kelishtirib arzon qilib beriladi xudo xolasa.